Assalomu alaykum hammaga. Mana bugungi darsimizda SQLda eng ko'p kerak bo'ladigan va mana shu mavzuni bilganimizdan so'ng biz darajamizni oshiradigan mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu join. Join degani inglizchadan tarjima qilganda qo'shil degani, join us degani bizga qo'shil deganday. Bugun ma'lumotlarni birlashtirishni join asosida ko'rib chiqamiz. Join o'zi kattaroq mavzu, qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin imkon qadar sodda tilda, nazariy, keyin kod yozish bilan o'rganishga harakat qilamiz. Bir chekkadan boshlaymiz. Demak, join aytib o'tganimizdek bir nechta tablitsalarni o'zaro birlashtirish uchun xizmat qiladi. Aytaylik, sizda do'konni bazasi bor, bazasida foydalanuvchilar, buyurtmalar, qandaydir tovarlar bor. Ularni nimadir birlashtirib turuvchi jihati bor. Agar birlashtirib turuvchi jihat bo'lmasa, alohida bitta jadval qilib o'zaro birlashtiriladi. Keyin bitta misolda ko'rib chiqamiz. Mana bizda iste'molchilar degan, xaridorlar degan bitta jadvalimiz bor. Unda customer ID bilan iste'molchi o'sha xaridorlarimizning ismlari bor. Ikkinchi tablitsamizda buyurtmalar deydigan bo'lsa, buyurtmalar ID'si, xaridorlarning ID'si hamda tovarlar bor. Bu yerda ikkalasini birlashtiradigan jihat customer ID. Ya'ni bu yerda bir joyga Ali, ikki joyga Vali, uch joyga Sardor qo'ysak, biz o'sha join asosida mana shuni birlashtiramiz. Ikkita jadvalni birlashtirib, o'zimizga kerakli holatda ko'rsak bo'ladi. Hozir biz join bilan kod yozamiz. Bu degani ba'zi o'zgarib qoldi degani emas, faqatgina bir nechta tablitsalardan o'zimizga kerakli holatda ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Joinni bir qancha turlari bor. Left join, right join, inner join, full joinlar bor. Uni amaliyotda ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib ishni inner joindan boshlaymiz. Inner joinni sodda tilda aytadigan bo'lsak, ikkala jadvalda bor bo'lgan ma'lumotlarni chiqarib ber degan buyruq beramiz. Boyagi ikkita tablitsada ko'radigan bo'lsak, mana customer ID 1, 2, 3 bor. Ikkinchi tablitsada ham 1, 2, 3, 1, 2 bor. Shunda natijamiz quyidagicha bo'ladi. Ya'ni Ali bilan 1, 2 borlar chiqarib beriladi. Sardor chiqmaydi chunki orderda yo'q. Keyboard chiqmaydi chunki narigida yo'q. Buni hozir amaliyotda ko'rib chiqib, yana ham o'rganib olamiz. Keling, avvalo har doimgidek biz mana bunday baza yaratib, uni ishga tushirib olamiz va mana bu ikkita tablitsamizni kiritib olamiz. Tablitsalarimiz tayyor, ko'rib olamiz. Demak, bizda customer bor, bu mijozlar jadvali, order bor, bu buyurtmalar jadvali. Ikkalasini ko'rib, salgina fikrlab olamiz. Qani nimaga bog'lasak bo'ladi. Demak, bizda birinchi ko'radiganimiz mijozlar ro'yxatida boya ko'rganimizdek ID'si bor, nomi bor, ismi bor, qaysi davlatdanligi, skori bor. Ikkinchisida buyurtma ID'si bor, customer ID bor, order date, qaysi kuni buyurtma qilgani va savdo qancha bo'lgani bor. Bu yerda ikkalasini birlashtiruvchi narsa ID bo'ladi. Chunki customer ID deganda mana shu customer tabletsadagi IDni olganman degan ma'noda shunday nom berishgan. O'shani hisobiga biz birlashtirishni ko'rib chiqamiz. Bundan oldin biz birozgina joinni kodi qanday yozilishini bir qisqagina ko'rib chiqaylik. Joinda mana masalan biz oddiy holatda mana bu tablitsani ishlatadigan bo'lsak, oldinlari ko'rganmiz. Mana customers'dan hamma ma'lumotni olib ber deganday bo'ladi. Buni tagidan shunchaki joinni turini yozamiz. Inner join qaysi tablitsa bilan orders bilan qil deymiz. On deymiz. Nima bog'lab bersin? Mana boya ko'rib chiqdik. Eslab qoling. Mana customers'da ID bor, bir xil bo'lgan. Orders'da customer ID bor. Yozamiz bunga. ID deymiz. ID teng bo'ladi customer IDga. Mana shuni shunchaki ishga tushirsak ishlaydi. Lekin bizda bitta jihati bor. Bu yerda ID bilan customer ID salgina tushunarsiz. Siz mana ko'rib tushunib oldingiz, tablitsangizda birinchi customers'dan IDni oldim, nariginda customer IDdan buni oldim. Lekin biz natijamizni ko'radigan bo'lsangiz, keraksiz ustunlar ham bor. Bu kodni yana ham murakkablashtiramiz, salgina batafsilroq yozamiz. Ya'ni bizga hamma ma'lumot emas, bizga kerak bo'ladi first name, virgul qo'yamiz. Countries kerak, virgul qo'yamiz. Xohlasak order IDni ham chiqaramiz. Order IDsini chiqaramiz va salesni chiqarsak yetadi. Mana shuni o'zidan ham biz mana o'zimizga keraklilarni ma'lumot chiqarib oldik. Lekin bu kod yozish professional kod yozish hisoblanmaydi. Chunki hozir biz holatimizda customers'ni o'zida first ID bor edi. Aytaylik biz kelajakda jadval ishlasak, balki orders'ni
ichida ham yoki ikkinchi jadvalimizda ham first name bo'lishi mumkin. Shu uchun aniqroq manzil berganimiz yaxshi. Ya'ni first name'ni customers degan tablitsadan olasan. Oldin buni ko'rdik yoki buni keyinroq ham ko'ramiz. Ya'ni bu sxema degan narsa bor o'shanday. Ya'ni first name customersdan olasan, countryni ham customersdan olasan. Nuqta qilsak country chiqadi. Ordersni order iddan olasan. Buni men tablitsani ko'rib chiqqanim uchun bildim. Ya'ni mana o'zi bu yerga order deb yozsam, orders deb yozib nuqta bossam, ordersni ichida nimalar borligini ko'rsatib beryapti. Ya'ni bu tablitsamiz nomi, bu esa ustuni nomi, sales borligini ko'rsatib beryapti. Mana buni ham o'zgartiramiz. Ya'ni bizda bu customer edi. Customers deymiz, nuqta qo'ysak id chiqadi va bu orders edi. Orders qo'yib, customer id qildik. Endi tablitsa juda ham aniq tushunyapti. Ha, deyapti, first name men customersni olaman, countryni ham customersdan, order idni ordersdan, mana bu salesni ham ordersdan olaman. Va teng deganda mana shu ikkala jadvalni qaysi jihatlari birlashtirib beruvchini biz ko'rsatib berdik. Mana customers id bilan ordersdagi customers id o'zaro birlashtirib berdi. Endi bu kod ham zo'r ishlaydi, ham tushunarli bo'ldi, lekin har safar mana bunday tablitsangiz nomi customers emas, balki aytaylik 2-3 qator bo'ladigan bo'lsa, bu sizga noqulaylik keltiradi. Bu joyda shunday qilamizki, s deymiz, c deymiz, orderni s deymizda o deymiz. Bu degani qayerda customers bo'lsa c ga almashtirib chiqsak bo'ladi. O'shaning uchun ham mana ular xato chiqardi. Shuning uchun mana ularni o'chiramiz. Ordersdan o ni qoldiramiz. Mana bu yerda ham xuddi shunday. C ni qoldiramiz, ordersdan O ni o'zini qoldiramiz, kodimiz ishlaydi. Endi bu professionalroq kod bo'ldi. Agar siz mana shunday professional kodlarni yozsangiz, mana shunday harflar bilan belgilagan joyi bor. Menimcha buni tushuntirib bera oldim. Shuni ishga tushirsak, kodimiz ishlaydi. Bir takrorlab chiqamiz. Demak, biz kerakli ustunlarni ajratdik. Customersdagi yoki ordersni ichidagi ustunlarni ko'rsatdik. Mana shu ustunlarni ko'rsatib berdik. First name, country, order, salesni yozdik va ular qaysi jadvaldanligini ham mana bunday boshida customers deb yozdik. Uni soddaroq qilib C qilib qo'ydik. Orders O qildikda tablitsa nomlarini yozdik. Shu asosda biz joinni inner joinni yozib chiqdik. Agar siz mana bu joyda join turini ishlatmasangiz ham inner deb hisoblaydi. Ya'ni join nomini yozmasangiz SQL biladiki, ha bu demak bu yerda inner ishlatmoqchi edi degan innerni tushunib qoladi. Endi inner joinni qaysi holatda ishlatsak bo'ladi? Mana bu yerda bir qancha turli xil shartlar keltirib chiqardik. O'sha asosda hozir inner join qachon kerak, left join qachon kerakligini ko'rib chiqamiz. Buning uchun oldin inner join nimaligini birozgina nazariyada ko'rib chiqaylik. Demak, inner joinni o'sha ikkalasida mavjud bo'lgan ma'lumotlarni chiqarib beradi. Ya'ni mana bu o'zaro bir-birini birlashtiruvchi, mana bu grafikdan ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu ma'lumot bitta tablitsa, bu bitta tablitsa bo'lsa, o'rtada ikkalasini birlashtiruvchi ma'lumotlar olib beriladi. Hozir buni mana inner join misolida ko'rib chiqdik. Keling, xohlasangiz mana buni to'liqligicha ko'ramiz va nima yozganimizni tahlil qilib olamiz. Mana buni birozgina kengaytiraman. Hozir men mana bu tepada customers'im bor, tablitsam, pastda orders bor va oxirida ikkalasini birlashtirgan joyim bor. E'tibor bering, id joyida 1 2 3 4 5 bor, ismlari hammasi bor. Ordersda esa 1 2 3 bor. Bu yerda 4 yo'q, 5 yo'q. O'shaning uchun nimalarni olyapti bu? 1 Mariyani olyapti, chunki ikkalasida uchragan Mariya, balki kichkinaroq bo'lib qoldi. 2 John bor. John bu yerda ham bo'lgani uchun Johnni olyapti. Georg 3 bu yerda ham borligi uchun Georgni olyapti. Lekin mana bu 4-chi, 5-chi raqamlar buyurtma bermagan. O'shaning uchun 4-5 ni olmagan. Bu yerda 6-chi ID ni ismi bu tablitsada yo'q. O'shaning uchun olmagan. Shundan kelib chiqib, ikkala tablitsada o'zaro uchragan ma'lumotlarni ajratib bergani uchun bu inner join bo'ldi. Biz inner joinni ko'rib chiqdik. Hozir mana shu kodni o'zini inner joinga yozamiz va shartini birinchi o'qiymiz. Kompaniya barcha buyurtmalar va ular bergan mijozlar ismlarini bitta hisobotda ko'rmoqchi. Faqat buyurtma ham, mijoz ham mavjud bo'lgan ma'lumotlar kerak. Ya'ni mijoz nomi bo'ladi. Keling, mana bu yerda mana buni olib tashlaymiz, chunki bizdan faqat mijoz nomi so'rayapti. Xohlasak buni ham olib tashlasak bo'ladi. Mana
Endi mana yerga inner join deb yozamiz, chunki qo'limiz o'rganish uchun. Qilsak, mana bizda buyurtma bergan mijozlarning ismi Mariya, Jon, Georg buyurtma bergan. O'shanda ikkalasini bog'liqligini yozib ber deganimiz inner join bilan bu shartni bajardik. Bu yerda e'tibor beradiganimiz customers bilan ordersni joyi almashsa farqi yo'q, chunki logika bitta, ikkalasi uchraganini topib beradi. Mana bu idlar bilan tenglashtirgan joyimizda ham o'zaro o'zgarsa farqi yo'q, chunki barobar degani ikkala tomon farqi yo'q ketaveradi. Keyingi ko'radiganimiz left join bor. Left join nima deydigan bo'lsak, left join ikkita tablitsa xuddi o'shani birikadi, lekin bunda asosiy ustuvorlik chapdagi jadvalda bo'ladi. Mana bu misolda ko'radigan bo'lsak, customers orders bo'ladigan bo'lsa, customer'dagi barcha ma'lumotlar olinadi. Orders bo'lmasa ham ahamiyati yo'q. Eng asosiy jihat ustuvorlik bu yerda chap tomondagi tablitsada bo'ladi. Buni misolda ham ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana bu yozgan kodimizni yana ishlatsak bo'ladi. Left joinga olib kelamiz va shartni o'qiymiz. Marketing bo'limi barcha mijozlar ro'yxatini ko'rmoqchi. Agar mijoz buyurtma bergan bo'lsa, buyurtmasi ham ko'rinsin. Bermagan bo'lsa ham mijozlar ro'yxatda qolishi kerak. Ya'ni bu yerda ustuvorlik mijozlar ro'yxatida. Bizning mijozlar ro'yxatimiz boya kelishib olgandik. Customers mijozlar jadvali, orders buyurtmalar jadvali. Bu yerda ustuvorlik mijozlarda ekan. Shuning uchun customers mana shu jadvalimiz qoladi. Faqatgina mana joinning oldiga left join deb yozamiz. Qolgan narsasi o'zgarmaydi. Shunchaki ishga tushirsak, bizda hozir barcha iste'molchilar chiqadi. Mana bizda boya 5 ta edi customerlarimiz, hammasi chiqdi. Mana bu yerda buyurtma bermagan bo'lsa ham chiqdi. Hozir agar inner joinni ko'radigan bo'lsangiz, bu boshqacha natija beradi. Ishingizda bo'lsa 3 tagina chiqadi. Unda ikkalasida bog'liqligi bor. Mana bu left esa faqatgina mana shu ustuvorlik customersga berildi. Buyurtma bergan bo'lsa bo'lmasa hammasi chiqarib berildi. Bu left join edi. Xuddi shuni teskarisi right join bor. Bunda ustuvorlik ikkinchi jadvalda bo'ladi. Uni ham hozir misolda ko'ramiz. Mana shu kodimiz o'zini nusxalasak bo'ladi. Va oldin shartni o'qiymiz. Audit bo'limi barcha buyurtmalarni tekshirmoqchi. Agar buyurtma egasi bazada mavjud bo'lsa ham, buyurtma hisobotda chiqishi kerak. Bo'lmasa ham, ya'ni bu yerda asosiy ustuvorlik buyurtmalarni ko'rmoqchi. Buyurtmalar bizda orders edi. O'shaning uchun mana bu yerga right join qo'yamiz. Right join qo'yamiz va ko'ramiz nima natija chiqadi. Mana bu yerda e'tibor bering. Null degan, ya'ni mana bu qaysidir order bergan. Mana order keling mana yerga customer ID ni ham chiqaraylik. Yo'q, orderda edi. Customers ID ni ham chiqaramiz. Yana ham aniqroq bo'ladi. Mana bu yerda 6 degan customerimiz bor edi, 6 ID da, lekin uni ma'lumotlari customer tablitsada yo'q edi. O'shaning uchun bu yerda biz right join ishlatganimiz uchun bizda hamma buyurtmalar ko'rindi. Nomi o'sha kim buyurtma bergan bo'lsa farqi yo'q edi, o'shanda ko'rindi. Bu yerda ham aytib o'tganimdek, right join ham left joinda ham tablitsalar nomi o'zgarishi ahamiyatga ega. E'tiborli bo'lish kerak. Logika buzilib ketadi agar qaysidir bu teskari bo'lib qolsa. Keyin sizda savol bo'lishi mumkin. Nimaga biz ham rightni, ham left joinni o'rganishimiz kerak? Shartmi? Right leftni o'zini o'rganib, mana bu tablitsada customers bilan order join almashtirsak, right join qiladigan vazifani qiladi-da bu ham. Qilsak bo'lmaydimi desangiz, men buni ChatGPTlardan so'rasam, ular ham shunday dedi. Masalan, hamma ham right join ishlatmas ekan, left join o'rganib olib, kerakli holatni left joinga tushirib ketaverar ekan. Lekin o'rganishimizga sabab ertaga siz kimnidir kodini bemalol o'qiy olasiz. Aytaylik, siz faqat left join o'rgandingizda, right join o'rganmadingiz, siz mana bunday tushib qoldi. Qaraysiz, right join o'qimagansiz. Keyin o'ylanasiz, qaysi bu yerda ustuvor, qaysini asosiysini olish kerak degan joylar bor. O'shaning uchun ham tanishib chiqish uchun ham right joinni o'rganishimiz kerak ekan. Shu sababli mana right joinni ham ko'rib chiqdik. Bu qiyin emas. Tushunib olish oson bo'lgan struktura hisoblanadi. Faqatgina ko'proq ishlashimiz kerak. Keyingi ko'radiganimiz full join. Full join shartini o'qiymiz. Rahbariyat mijozlar va buyurtmalar bo'yicha to'liq hisobot so'radi. Mijoz buyurtma berganmi yoki yo'qmi, buyurtmaga egasi bormi yoki yo'qmi, hammasini ko'rish kerak. Bu yerda e'tibor bering, to'liq so'rayapti. Ma'lumot bormi, yo'qmi, qanday holatda farqi yo'q deyapti. Shuning uchun bu yerda full joinni ishlatamiz. Mana bu yerga full deb yozamiz va kodimizni ko'ramiz. Mana bu yerda buyurtma bergan ismi bo'lmasa ham chiqyapti.
Mana bu buyurtmachilarni buyurtmasi haqida ma'lumot bo'lmasa ham chiqadi bizdan, chunki umumiy ma'lumot so'radi. Shu sababli full join'ni ishladik. Nazariyada ham ko'radigan bo'lsak, xuddi shunday ikkala jadvaldagi barcha ma'lumotlar chiqadi. Mos kelmaganlar boya ko'rganimizdek null degan yozuv yozilib qoladi. Ana endi join'larni eslab qolish uchun qisqagina bir ko'rib chiqamiz. Inner join faqat mos kelganlarni, left join chapdagi tablitsamizdagi hamma ma'lumotni, right join o'ngdagi jadvalimizdagi hamma ma'lumot. Full join esa ikkala tomondagi mos kelsa-kelmasa hamma ma'lumotni jamlab beradi. Ana endi sizlar bilan anti join'ni ko'rib chiqamiz. Bu ham oson mavzu, ham qiziqarli hisoblanadi. Endi g'alatiroq bir mavzu bor. Men o'zim birinchi ko'rganimda hayron bo'ldim. Nega anti join? Join o'zi yaxshi-ku, birlashtirish bo'lsa qandaydir zararli tomoni bormi desam, anti joinlar ham bor ekan. Left, right, full joinga. Fullga hozir bir ko'rib chiqamiz. Birinchi nazariyasini ko'rib chiqaylik. E'tibor bering, left aytilyapti. Chap jadvalda bor, o'ng jadvalda yo'q ma'lumotlarni chiqarib beradi. Bunda nima o'zgaradi? Faqatgina where degan so'z qo'shiladi. Anti degan joyi yo'q. Masalan, left join o'zima left join ishlayveradi. Anti degan joyi bo'lmaydi. Faqatgina where deb condition beramizda, ikkinchi jadvalimizda qaysilariki null bo'lsa degan ma'noda beramiz. Right xuddi shuni teskarisi. O'ng jadvalda bor, chap jadvalda yo'q ma'lumotlarni chiqarib berish so'ralsa, mana shu narsa ishlatilinadi. Full join ham ikkala jadvalga mos kelmaydigan ma'lumotlarni chiqarishda ishlatilinadi. Bunda where deb ham o'rni ishlatib, ikkita ustunda qaysi birida nulllarni chiqarib beriladi. Keling buni misolda yana ham yaxshiroq ko'rib chiqamiz. So'ralyapti bizdan marketing bo'limi hali birorta ham buyurtma bermagan mijozlarga reklama yubormoqchi. Buyurtma bermagan mijozlarni toping deyapti. Boya kodimizni shunchaki nusxalab olamiz. Mana leftni va mana bu joyda ishlatib ko'ramiz. Demak, bizdan marketing bo'limi hali birorta ham buyurtma bermagan mijozlarga reklama yubormoqchiligini so'rayapti. Bu yerda ishlatamiz where deymiz va strukturani ko'rib olamiz. Leftda customers ID, ya'ni ordersdan so'rashimiz kerak. Chunki bizdan ham so'ralyapti. Birorta ham buyurtma bermagan deyapti. Ya'ni qaysiki deymiz orders ID mi? Orders ID is null deymiz. Mana kodimizni ko'ramiz. Mana e'tibor bering, Martin Peter deganlari bor bazamizda, lekin ular ma'lumot hech narsa xarid qilmagan, chunki ularning order IDsi nolga teng. Null, u haqida ma'lumot yo'q. Marketing bo'limi mana shularga bizni bazamizda bor-ku, Martin ham bor, Peter ham bor, lekin savdo qilmagan. Ularga qandaydir auditoriya qiladida, ularni o'ziga chaqirish uchun ham mana shuni bizdan so'raganda biz anti left, anti join'ni ishlatdik. Ko'rdingiz, buni ham kerakli joylari bor. Xuddi shuni right anti join'ni ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlar bazasi administrator buyurtmalar ichida egasi topilmayotgan buyurtmalarni aniqlamoqchi. Ya'ni bizda shunday bor ekanki, bazamizda buyurtmalar bor, lekin egasi yo'q. O'shanga qanday aniqlik kiritmoqchi bo'lsa, unga ham mana shunga o'xshash bitta kod bilan yechim qilib beramiz. Buning uchun biz buni right join deymiz va orders emas, biz endi customer. Boya e'tibor bering, ordersni ichidan olib berdik, chunki bizdan buyurtma bermagan deydi. Endi buyurtmani egasi yo'q deyapti. Buning uchun C tabletsamizdan hop, bu yerdan izlasak bo'ladi. First name izlasak bo'ladi. Ya'ni first name yo'qlari. Keling kodimizni ishga tushirib ko'ramiz. Va mana bizda mana buyurtma bergan odamni ism familiyasi yo'q. O'sha administrator o'shani izlayapti. Biz unga topib berdik. Bittagina kod orqali topib berdik. Biz bu yerda right anti join'ni ishlatdik. Full anti join'ni so'rayapti. Audit bo'limi mos kelmaydigan barcha ma'lumotlarni topmoqchi. Ya'ni buyurtmasiz mijozlar, mijozsiz buyurtmalar, o'shalarni ko'rmoqchi ekan. Keling bunga ham mana shu kodimizni ishlatib ko'ramiz. Faqatgina or qo'shimcha qilamiz. Ya'ni first name null bo'lsin, or deymiz. Orders tabletsadan order ID is null bo'lsin deymiz. Va buni full deymiz, chunki bizga full join kerak. Va kodimizni ishga tushiramiz. Mana. Ya'ni ma'lumotlar bazamizda ham ikkala bazada kamchiligi borlarni topib ber deydi. Biz mana topib berdik. Orders mana ularning ma'lumoti yo'q. Ism bo'yicha mana bularda ma'lumot yo'q. Xohlasa mana bu ustunlarni yana ham kengroq qilib beramiz. Ya'ni
bu yerda order date'ni qo'shib berishimiz mumkin. Masalan, mana order deymizda, order date qilamiz va qaysi kuni buyurtma berganini bersak, u yanayam tezroq ma'lumot topadi. Qaraydi, mana shu kuni buyurtma bergan kimligi topilmayapti. Tezroq topishi mumkin bo'ladi. Mana shu asosda biz full anti-joinni ham ko'rib chiqdik. Endi ko'rib chiqadiganimiz cross join degani bor. Cross join degani o'zaro kombinatsiya qilish uchun ishlatilar ekan. Bilmadim hayotda qanday kerak bo'ladi. Menimcha har xil shartlarni tekshirish uchun ishlatishadi. Aytaylik, bizda aytilyapti, ikkita tablitsamiz bor. Bittasi colors, bittasi sizes. Ya'ni colors rang, sizes o'lchamlar. O'sha bo'yicha cross join qilsa, redkasi, ya'ni redkasi m, bulugasi m qilib kombinatsiya qilib beradi. Buni amaliyotda ko'rib chiqamiz va bizga qanday holatda kerak bo'lishi mumkinligini mana cross join shartidan ko'ramiz. Kompaniya har bir mijozga har bir cheklama variantini taklif qilmoqchi. Masalan, diskountlar bo'lishi mumkin. 10-20%. Har bir mijoz uchun barcha chegirma variantlarini chiqarilishi kerak. Endi bizda discount degan tablitsamiz yo'q, lekin keling buni ham bitta tablitsa yaratib ko'rsak bo'ladi. Create deymiz. Table discounts deymizda. Bu yerga yozamiz. Demak, bizda discount bo'ladi. Discount integer bo'ladi. Bo'ldi. Buni ishga tushiramiz. Qo'shildi. Insert into deymizda. Discounts deymiz. Xo'p, values deymiz. Valuesga yozamiz. Demak, 10%. Birinchisiga yozamiz, keyingisiga yozamiz 20, uchinchisiga yozamiz 30. Mana shuni ishga tushiramiz. 3 ta tayyor. Endi tablitsamizni ko'ramiz. Select all from discount deymiz. Bizda qanday chegirmalar bor? Mana 3 ta bor ekan. Endi bu yerda cross join ishlatib ko'ramiz. Cross joinni mantig'ini bir ko'rib chiqaylik, qanday yozilgan. Demak, bunda ham birinchi tablitsamiz umumiy beramiz va ikkinchisida cross join deymiz. E'tibor bering, biz oldingi tablitsalarimizda mana bunday 10 degan joyni ishlatgandik. Ya'ni qaysi tomonlama bog'lash kerakligi. Mana kodimizdan bir ko'rib chiqamiz. Mana e'tibor bering. Soddaroq joylarni ko'raylik. Full join qilsak ham, right join qilsak ham 10 deb berayotgandik. Ya'ni ikkalasida qaysi bir-biriga bog'lanadigan. Cross joinda bu narsa yo'q. Hozir buni ham yozamiz. Select all from customers deymiz. Cross join deymizda. Discounts deymiz. Mana. Keling bu yerda kodimizni soddalashtiramizda. Bu yerga s deymizda va kelishganimizdek c deymizda. C nuqta first name deymiz. Bo'ldi. Mana buni mayli shundayligicha qolaversin va ishlatib ko'ramiz. Mana bunga ustunga nom bermadik. S deymizda, this deymiz. Bu yerda discountimizda nimalar bor edi? Discountni o'zi bor edi. Endi ishlaydi. Mana. Bu nima qilib chiqyapti? Bizni Mariya deganimizga 10% diskountni berib ko'ryapti. Mariyaga keyin 20% berib ko'ryapti. O'sha Mariyaga 30% berib ko'ryapti. Ya'ni hammasiga kombinatsiya berib ko'ryapti. Har bitta xaridorimizga bittadan diskount berib chiqyapti. Bu endi bizni mana shartda berilgandek har bittasiga har xil variantlarni ko'rib chiqadi. Balki bu bo'yicha marketing bo'limi qandaydir strategiya qilishi mumkindir. Umumiy olib qaraganda joinlar shu. Endi ularni eslab qolish bo'yicha mana bu yerda cross join aytish esdan chiqdi. Qachon ishlatiladi? Men o'zimdan savol bo'lganda, mahsulot variantlarini ko'rishda, turli xil kombinatsiya, turli xil test bazalar yaratishda ishlatilar ekan. Buni keyinchalik amaliyotda ko'rib chiqamiz. Endi joinlarni qachon ishlatish kerak deganda yana bir eslab o'tamiz. Faqat o'zaro mos kelgan ma'lumotlar uchun inner join, chap tomondagi tablitsamiz muhim bo'lsa left, o'ngdagi muhim bo'lsa right, hammasi kerak bo'lsa full. Mos kelmaydigan ma'lumotlarni ajratib olish uchun anti join ishlatamiz, kombinatsiyalar uchun cross join ishlatamiz.
Endi sizda savol bo'lishi mumkin. Hozir biz bittagina tablitsa bilan bog'ladik. Ya'ni biz kodimizni mana bu qismini ishlatdik. 2-3 ta jadvalni ham bog'lasa bo'ladimi desa, albatta bo'ladi. Uni tagidan shunchaki mana join deb ketiladi. Narigi tablitsaning ma'lumotlarini yozib ketamiz. Buni endi hozir aytsam darsimiz cho'zilib ketadi. Buni alohida keyin amaliyot qilganda birgalikda yana ko'rib chiqamiz keyinroq topshiriqlar bilan. Xo'p, umumiy olib qaraganda mana bu join mavzusi bo'yicha aytmoqchi bo'lganlarim shular edi. Qandaydir qiyinchilik bo'lishi mumkin, hech xavotir olmang. Buni amaliyotda ko'proq ishlatish orqali yaxshi o'rganib olamiz. Birdaniga o'rganiladigan mavzu emas ekan, qiyinroq ekan, lekin ko'proq mashq qilsak o'rganib olamiz. Bu fayllarni, u ishlarni Telegramdagi kanalimizdan topishingiz mumkin. Bemalol hammasini ishlab ko'ring. Savollaringiz bo'lsa video ostida izohlar yozib qoldiring. Keyingi darslarimiz o'tkazib olmaslik uchun bizni Telegramdagi hamda YouTube kanallarimizga a'zo bo'lishni unutmang. Qandaydir tushunmovchiliklar tug'ilsa ham, takliflaringiz bo'lsa ham albatta izohlarda yozib qoldiring. Biz albatta o'qib, shunga qarab imkon qadar yaxshiroq dars tayyorlashga harakat qilamiz. Sog' omon bo'ling, keyingi darslarda ko'rishguncha.